normada kuzatilmaydigan narsa topsak, hammasini bir paytning o'zida kuydirib chiqishga harakat qilamiz. Praktikamizdagi qiziq klinik holatlar bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Yaqinda bir bemor bizga tashrif buyurdilar. Bemorning asosiy shikoyatlari yurakning to'xtab urishida. Holter tekshiruvini qildik, qolgan hamma tekshiruvlarni qildik va aniqladikki, bemorda VPV fenomeni bor. Ya'ni tug'ma qo'shimcha yo'l bilan tug'ilgan, lekin VPVni biz bilamiz, asosan kasalni bezovta qiladigan shikoyati u paroksizimal taxikardiya bo'ladi, lekin bemorning hayot davomida biron marta yuragi tez urmagan. Shu sababli bu fenomenni bemor sezmaydi. Shu uchun demak asosiy shikoyati ekstrasistaliyada bo'lgan va holter qilganimizda bemorda 4000-4500 ta qorinchalar ekstrasistaliyasi aniqlangan. Butun jamiki nima antiaritmik dori vositalari bor, hammasini bemor ichgan, lekin birontasida ham qorinchalar ekstrasistaliyasi kamaymagan va bemorni juda ham bu narsa kuchli bezovta qiladi. Ya'ni ba'zi bir bemorlar 30 ta, 40 ta ekstrasistaliya bilan yurishadi, bemorning shikoyati kuchli bo'lmaydi. Ba'zi bir bemorlarda 3000-4000 ta aritmiya bor, lekin bular bemorlarni juda ham kuchli bezovta qiladi va bu bemorimizni bu narsa hayotiga, yashashiga xalal qilayotganligi uchun biz oxirgi chora sifatida aritmiya kam bo'lishiga qaramasdan mayli RCA amaliyotini qilishni tavsiya qildik. Ya'ni bundan oldin biz o'choqni ishlata olamizmi yo'qmi degan savol oldimizda turdi va kirib birinchi EFI qildik. EFIda qanaqa? Ya'ni yuragimiz 60 ta urayotgan paytda aritmiya o'chog'i chiqmaydi, ishlamaydi. Yurak urishini 90 ta, 100 ta qilganimizda bemorning o'chog'i ishlab ketdi. Shu sababli demak kirib birinchi navbatda aritmiya o'chog'ini topib uni bartaraf qildik va demak hamma narsamiz ichkarida. Kelinglar, davayte VPV ni ham kuydiraylik deb kirdik, VPV ni ham topib uni ham kuydirdik. Ya'ni aslida kasalni bezovta qilmaydigan muammo, ikkinchi muammo paydo bo'lgandan keyin uni ham demak operatsiya qilish kerak degan demak bizga o'zimizga fikr paydo bo'ldi. Ya'ni bemor operatsiyaga kirganda har qanday turdagi muammo u bezovta qiladimi, bezovta qilmaydimi, hammasi kuydirilishi kerak. Ba'zi bir holatlarda biz guvoh bo'lamiz, ya'ni praktikada boshqa aritmologlarni bemorni bezovta qiladigan muammosini topishadi, kuydirishadi, lekin bezovta qilmaydigan muammo ularda tekshiruvda chiqib keladi. Kasal bu narsani sezmaganligi yoki kasalni bu narsa bezovta kamroq qilganligi uchun bu narsani kuydirishmaydi. Biz demak bunaqa ishlamaymiz. Nima narsa yangilik, ya'ni nima patologik narsa topsak, ya'ni normada kuzatilmaydigan narsa topsak, hammasini bir paytning o'zida kuydirib chiqishga harakat qilamiz. Chunki hozir bezovta qilmaydigan narsa 3 yildan keyin, 5 yildan keyin bezovta qilish mumkin. Shu uchun demak bir kirganda birato'la kasalni hamma ishini bitirib chiqqan yaxshiroq.